Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizning qadrli obunachilari. Bugun men siz bilan shunchaki bir video orqali emas, balki har biringizning kundalik hayotingizga, oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan, mutlaqo favqulodda muhim bir mavzuni muhokama qilish uchun shu yerdaman. Men sizga hozir aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shunchaki bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar toifasidan emas, balki zudlik bilan harakat qilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar qatoriga kiradi. Agar siz ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rmasangiz va undagi tavsiyalarga amal qilmasangiz, yaqin kelajakda jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz, keraksiz to'lovlar qilishga majbur bo'lishingiz yoki hatto mavjud imtiyozlaringizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas. Bu sizni faol harakat qilishga undovdir. Shuning uchun men sizdan videoni ko'rishni boshlashdan oldin hozirroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like bosishingizni so'rayman. Chunki bugun gaplashadigan mavzuyimiz shunchalik jiddiyki, unga befarq qolishning imkoni yo'q. Keyingi bir necha daqiqa sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Keling, kechiktirmasdan asosiy mavzuga o'taylik. Muammoning mohiyati, oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? O'zbekistonda kommunal to'lovlar tizimi, xususan elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'moli uchun to'lovlar doimiy ravishda dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Ilgari ko'pchiligimiz kommunal to'lovlarni nisbatan sodda sxema asosida to'lardik. Masalan, elektr energiyasi uchun yagona tarif mavjud edi yoki iste'mol darajasidan qat'iy nazar tariflar bir xil bo'lib, jiddiy farqlanishlar kuzatilmasdi. Hatto ba'zi hollarda hisoblagichlarning aniqligi, ma'lumotlarning qayta ishlanishi ham eski usullarda inson omiliy ishtirokida bajarilar edi. Ko'plab xonadonlarda eski turdagi mexanik hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lib, iste'mol qilingan energiya yoki gaz miqdori har oyda nazoratchilar tomonidan ko'zdan kechirilib qayd etilar edi. Ba'zan esa fuqarolarning o'zlari ma'lumotlarni hisob-kitob tashkilotlariga taqdim etishlari talab qilinardi. Bu jarayon nisbatan sekin, vaqti bilan xatolar bilan kechardi va eng muhimi, u energiya resurslaridan oqilona foydalanishni rag'batlantirmasdi. Ko'p hollarda iste'molchilar qancha ko'p energiya ishlatsa ham, tariflar baribir o'zgarmasligiga ishonib, unga nisbatan befarq bo'lishar edi. Shuningdek, mavjud imtiyozlar va subsidiyalar ham ko'pincha qo'lda yoki eski ma'lumotlar bazalari asosida hisoblab chiqilar. Bu esa jarayonni murakkablashtirar va korrupsiya xavfini oshirardi. Endilikda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Bu o'zgarish nafaqat qulaylik yaratish, balki butun tizimni adolatli va shaffof qilishga qaratilgan. Hukumat tomonidan yangi elektron hisoblash tizimi joriy etildi va ushbu tizimga o'tish hozirda to'liq tugallanmoqda. Bu tizim zamonaviy aqliy hisoblagichlar, markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasi va avtomatlashtirilgan hisob-kitob mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu asl progressiv tariflarning joriy etilishidir. Ya'ni iste'mol qilingan resurs miqdori oshgan sari har bir birlik uchun to'lanadigan tarif ham bosqichma-bosqich ko'tarilib boradi. Bu orqali aholini energiya resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanishga undash, ulardan noqulona foydalanishning oldini olish maqsad qilingan. Bundan tashqari, mavjud imtiyozlar va subsidiyalar ham yangi tizim orqali avtomatik tarzda hisoblanishi ko'zda tutilgan. Ammo bu avtomatizmning ishlashi uchun har bir fuqaro o'z shaxsiy ma'lumotlarini, oila a'zolarining tarkibini va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlarni yangi tizimda tasdiqlashi yoki qayta ro'yxatdan o'tkazish shart. Va aynan shu nuqtada sizdan zudlik bilan harakat talab etiladi. Chunki belgilangan muddat ichida bu ma'lumotlarni yangilamasangiz yoki tizimda ro'yxatdan o'tmasangiz, siz avtomatik ravishda eng yuqori tariflar bo'yicha to'lashga majbur bo'lasiz va avvalgi imtiyozlaringizdan ham mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas. Bu jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib keladigan haqiqiy vaziyat. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar ortiqcha tashvishlanmasa ham bo'ladi? Keling, ushbu yangi tizimning batafsil jihatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu asosiy ijtimoiy norma tushunchasidir. Hukumat har bir xonadon uchun ma'lum bir miqdordagi elektr energiyasi va tabiiy gaz iste'molini ijtimoiy norma deb belgiladi. Bu normadan past iste'mol qilgan iste'molchilar eng past imtiyozli tariflarda to'laydilar. Normadan yuqori iste'mol qilganlar esa keyingi bosqichlarda tarifning oshib borishini his qiladilar. Masalan, elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma har oyda taxminan 202,3 kilovat
soat atrofida belgilanishi mumkin. Bu raqamlar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalardan aniq ma'lumotlarni olish muhim. Agar siz ushbu normadan oshib ketadigan bo'lsangiz, masalan, 2,1 kW soat iste'mol qilsangiz, 200 kWh uchun birinchi tarif. 2,1 kWh uchun esa ikkinchi qimmatroq tarif qo'llaniladi. Agar iste'mol yanada oshsa, masalan, 500 kWh dan ortiq bo'lsa, har bir keyingi kWh uchun tarif sezilarli darajada oshishi mumkin. Xuddi shunday progressiv tariflar tabiiy gaz iste'moli uchun ham joriy etilmoqda. Aslida kimlar tashvishlanishi kerak? Birga yuqori iste'molchilar. Agar sizning oilangizda ko'p miqdorda elektr energiyasi, masalan, elektr isitgichlar, konditsionerlar, eski muzlatgichlar, elektr suv isitgichlar yoki tabiiy gaz iste'mol qilinayotgan bo'lsa, siz zudlik bilan ushbu masalani ko'rib chiqishingiz kerak. Masalan, To'lqin aka va uning 5 kishilik oilasi qish oylarida eski uylarida elektr isitgichdan foydalanib, har oyda 600 kWh atrofida elektr energiyasi sarflaydi. Yangi tizimda agar ular ijtimoiy norma 200 kWh deb belgilangan bo'lsa, 200 kWh uchun past tarif, keyingi 300 kWh uchun o'rta tarif, qolgan 100 kWh uchun esa eng yuqori tarifda to'lashlariga to'g'ri keladi. Eski tizimda ular har kWh uchun 2.95 so'mdan to'lagan bo'lsa, umumiy mayyaha 7000 so'm. Yangi tizimda 200 kWh 2.30 so'm plus 300 kWh 5.30 so'm plus 100 kWh 1000 so'm hisobida bu raqamlar shartli jami to'lov 337 000 so'mga chiqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek to'lov deyarli 2 barobar oshishi mumkin. Astraf imtiyozga ega bo'lgan fuqarolar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar ilgari ma'lum imtiyozlar yoki subsidiyalar asosida kommunal to'lovlarni to'lagan bo'lishlari mumkin. Yangi tizimda bu imtiyozlar avtomatik tarzda qo'llanilishi uchun aslida ularning ma'lumotlari yangi tizimda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi shart. Agar Gulchehra aya yolg'iz pensiya oluvchi ayol ilgari elektr energiyasi uchun eshbiti chegirmaga ega bo'lgan bo'lsa va u o'z ma'lumotlarini yangi tizimda tasdiqlamagan bo'lsa, u endi imtiyozsiz to'liq tarifda to'lashga majbur bo'ladi. Uning har oydagi elektr to'lovi 1000 so'mdan birdaniga 16 000 so'mga ko'tarilib ketishi mumkin. Bu uning pensiyasining katta qismini tashkil etadi. Oilaviy tarkibi o'zgarganlar. Agar sizning oilangiz tarkibi so'nggi paytlarda o'zgargan bo'lsa, masalan, yangi tug'ilgan chaqaloq biror oila a'zosining doimiy yashash uchun kelishi yoki aksincha ketishi, bu ma'lumotlarni ham yangilash zarur. Yangi tizim ba'zi imtiyozlarni oila a'zolari soniga qarab belgilashi mumkin. Agar siz eski noto'g'ri ma'lumotlar bilan qolib ketsangiz, yo imtiyozni ola olmasligingiz yoki aksincha kelajakda noto'g'ri ma'lumot taqdim etganlik uchun javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Masalan, Akmal akaning oilasiga yaqinda qaynisi yashash uchun ko'chib keldi. Ular hali o'zlarining uy daftaridagi ma'lumotlarni yangilashmagan. Yangi tizimda agar oila a'zolari soni bir xil iste'mol uchun ham tarifni o'zgartirsa, masalan, har bir kishiga ma'lum norma ajratilgan bo'lsa, ular qo'shimcha a'zoni qayd etmasdan turib kamroq imtiyozdan foydalangan bo'lib qolishadi. 4. Astirish eski turdagi hisoblagichlarga ega bo'lganlar. Agar sizning uyingizda hali ham eski mexanik elektr yoki gaz hisoblagichlari o'rnatilgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz yangi aqlli hisoblagichlar bilan avtomatlashtirilgan tizimga to'liq integratsiyalanmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizga yuqori tariflar qo'llanilishi yoki hattoki hisoblagichingiz ma'lumotlari avtomatik tarzda o'qilmagani uchun standart normalar bo'yicha yuqori to'lovlar hisoblanishi ehtimoli bor. Masalan, Shokir akaning xonadoniga aqlli hisoblagich o'rnatilmagan. U har oyda elektr ta'minoti xodimining kelib hisoblagichni yozib olishini kutadi. Lekin yangi tizimda uning ma'lumotlari elektron bazaga o'tmagani bois tizim uni ro'yxatdan o'tmagan iste'molchi deb hisoblab, eng qimmat tariflarni avtomatik tarzda qo'llashi mumkin. Bu esa Shokir akaning to'lovlari oldingidan 2-3 barobar qimmatlashishiga olib keladi. 5. Kichik biznes egalari. Agar sizning kichik korxonangiz yoki xususiy tadbirkorligingiz, masalan, sartaroshxona, kichik seks, tikuvchilik ustaxonasi turar joy binosida joylashgan bo'lsa va kommunal resurslarni maishiy tariflarda iste'mol qilib kelgan bo'lsangiz, yangi tizimda bu holatni aniqlash va sizni tijorat tariflariga o'tkazish imkoniyati mavjud. Tijorat tariflari maishiy tariflardan bir necha barobar qimmatroq bo'ladi. Bunday holatda sizning moliyaviy xarajatlaringiz keskin oshib ketishi mumkin.
Asterisk. Kimlar ortiqcha tashvishlanmasa ham bo'ladi, lekin baribir tekshirishi kerak. Bir yangi aqlli hisoblagichlarga ega bo'lganlar, agar sizning uyingizga yaqinda yangi avtomatlashtirilgan hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lsa, ularning ishlashida hech qanday muammo kuzatilmayotgan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimga avtomatik ravishda uzatilgan bo'lish ehtimoli yuqori. Biroq bu 100% kafolat bermaydi. Shuning uchun ham siz o'z ma'lumotlaringizning yangi tizimda to'g'ri aks etganligini baribir tekshirib ko'rishingiz zarur. Ba'zida hisoblagich o'rnatilgan bo'lsa-da, shaxsiy ma'lumotlari, pasport, doimiy yashash manzili noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ikish. Iste'moli doimiy ravishda past bo'lganlar. Agar siz har doim elektr energiyasi yoki gazni juda tejamkorlik bilan iste'mol qilsangiz va doimiy ravishda ijtimoiy normadan past darajada sarlayotgan bo'lsangiz, yangi tizim siz uchun katta moliyaviy yuk olib kelmasligi mumkin. Aksincha, u sizni tejamkorligingiz uchun yanada ko'proq rag'batlantirishi mumkin. Biroq yuqorida aytib o'tganimizdek, ma'lumotlaringizning yangilanganligi va imtiyozlaringizning agar mavjud bo'lsa, ro'yxatdan o'tganligini tekshirish majburiydir. 3. Yangi qurilgan uylarning egalari. Agar siz yaqinda qurilgan uyga ko'chib kirgan bo'lsangiz va uyingizda barcha kommunal tizimlar zamonaviy talablarga javob bersa, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz boshdanoq yangi tizimga kiritilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu ham tekshirishdan ozod qilmaydi. Qurilish kompaniyasi yoki tadbirkor tomonidan kiritilgan ma'lumotlar ba'zan noaniq yoki to'liq bo'lmasligi mumkin. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar hech bir tizim mutlaqo mukammal emas. Yangi elektron hisoblash tizimi ham o'ziga xos istisno va noaniqliklarga ega bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Birga. Asterisk geografik istisnolar. Ba'zi olis hududlar yoki tog'li qishloqlar uchun kommunal xizmatlarga to'lovda ma'lum imtiyozlar yoki vaqtinchalik yengilliklar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi hududlarda gaz ta'minoti cheklanganligi sababli aholi asosan elektr energiyasidan foydalanishga majbur. Bunday hollarda elektr energiyasi uchun belgilangan ijtimoiy norma boshqa hududlarga nisbatan yuqori bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi bir ma'lum muddatga progressiv tariflar qo'llanilmasligi mumkin. Hududiy elektr ta'minoti yoki gaz ta'minoti korxonalariga murojaat qilib, o'zingiz yashaydigan hududga oid maxsus qoidalarni aniqlab olish juda muhim. Nogironligi bo'lgan shaxslar va veteranlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, urush veteranlari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun O'zbekiston qonunchiligida belgilangan maxsus imtiyozlar mavjud. Yangi tizim bu imtiyozlarni avtomatik ravishda hisobga olishi kerak. Biroq bu shaxslar o'z imtiyozlaridan foydalanish uchun tegishli hujjatlar, nogironlik guvohnomasi, veteranlik guvohnomasi va boshqalar belgilangan tartibda taqdim etishlari yoki ularning tizimda ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlashlari talab qilinishi mumkin. Agar bu ma'lumotlar yangi tizimda mavjud bo'lmasa, imtiyozlar qo'llanilmasligi va ular to'liq tarifda to'lashga majbur bo'lishlari mumkin. Texnik nosozliklar va tizim xatolari. Har qanday yangi joriy etilgan tizimda texnik nosozliklar yoki dasturiy xatolar bo'lishi mumkin. Onlayn platformalar ishlashi sekinlashishi, ma'lumotlar noto'g'ri aks etishi yoki hatto vaqtincha xizmat ko'rsatmasligi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni bir martada kiritganingizdan keyin ham ma'lum vaqt o'tgach to'lovlar va hisobotlarni tekshirib ko'rishingiz kerak. Agar sizga ortiqcha to'lovlar hisoblanganini ko'rsangiz, zudlik bilan murojaat qilishingiz lozim. Xotirjamlik bilan tizim o'zi qilib beradi deb kutib o'tirmang. 4. Ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi. Fuqarolar tomonidan ma'lumotlarni kiritishda yo'l qo'yilgan xatolar, masalan, pasport seriyasi yoki raqamining noto'g'ri kiritilishi, oila a'zolari sonini xato ko'rsatish jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday xatolar natijasida imtiyozlar qo'llanilmasligi yoki to'lovlar noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Har bir mayda detalga e'tibor berish muhim. 5. Asliy firibgarlar va vositachilar. Har qanday yangi tizim joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga qo'shimcha to'lov evaziga tezda ro'yxatdan o'tkazish yoki muammolaringizni hal qilish kabi takliflar bilan chiqishi mumkin. Mutlaqo hech kimga shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari bermang va rasmiy idoralardan tashqari hech qanday vositachiga pul to'lamang. Barcha ro'yxatdan o'tish va ma'lumotlarni yangilash jarayonlari bepul amalga oshiriladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni faqat davlat xizmatlari markazlari
yoki rasmiy onlayn portallar orqali kiritishingiz kerak. 6. İjara munosabatlari va mulk egaligi. Agar siz ijara uyda yashasangiz, kommunal to'lovlar uchun kim javobgar ekanligini aniqlashtirish muhim. Odatda shartnomada ko'rsatiladi. Lekin yangi tizimda ma'lumotlarni yangilash vazifasi mulk egasining zimmasida bo'lishi mumkin. Agar mulk egasi bu vazifani bajarmasa, ijara oluvchi yuqori tariflarda to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Shuning uchun ijara shartnomasini diqqat bilan o'rganing va bu masalani mulk egasi bilan hal qiling. 7. Eski qarzdorliklarning ta'siri. Agar sizda kommunal to'lovlar bo'yicha eski qarzdorliklar mavjud bo'lsa, bu yangi tizimga o'tish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda qarzdorlikni to'lamasdan turib ma'lumotlarni yangilash yoki tizimga to'liq integratsiyalanmaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'yicha eski qarzlarni tartibga solish tavsiya etiladi. Pratik maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar yuqorida aytib o'tilgan barcha narsalarni hisobga olgan holda hoziroq amalga oshirishingiz kerak bo'lgan aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar quyidagilardan iborat. Birinchi qadam. Hozirgi holatingizni tekshiring. Onlayn portal orqali elektr hisob yoki gaz hisob kabi rasmiy onlayn portallarga kiring. Shaxsiy kabinetingiz orqali o'zingizning hisob holatingizni, o'tgan oylardagi iste'molingizni va joriy tarifingizni tekshiring. Aksariyat kommunal korxonalarning o'z veb-saytlari va Telegram botlari mavjud bo'lib, ular orqali ma'lumot olish mumkin. Kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Hududiy elektr ta'minoti yoki gaz ta'minoti korxonalarining kol markazlariga qo'ng'iroq qilib, operatorga o'z manzilingiz va shaxsiy hisob raqamingizni ayting. Ular sizga yangi tizimga o'tish holatingiz, ma'lumotlaringizning qanchalik to'liq ekanligi va mavjud imtiyozlaringiz haqida ma'lumot berishlari kerak. Ularning bergan har bir ma'lumotini yozib oling. Shaxsan murojaat qiling. Agar onlayn yoki telefon orqali ma'lumot olish qiyin bo'lsa, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markazlari, DXM, hududiy elektr ta'minoti korxonasi yoki gaz ta'minoti bo'limlariga shaxsan borib murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga vaziyatni tushuntirib berishadi va keyingi harakatlar bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatishadi. 2. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Ro'yxatdan o'tish yoki ma'lumotlarni yangilash uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Asli va nusxalari, fuqarolik pasporti yoki ID karta, kadastr hujjatlari, uy yoki kvartiraga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inlaridan olish mumkin. F-17 shakli. Bu ayniqsa oila a'zolari soniga qarab imtiyozlar beriladigan holatlarda muhim. Oldingi kommunal to'lov kvitansiyalari, ba'zida eski hisob raqamlarini aniqlash uchun kerak bo'ladi. Imtiyozga ega bo'lganlar uchun nogironlik guvohnomasi, pensiya guvohnomasi, urush veteranligi guvohnomasi yoki boshqa imtiyoz beruvchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi agar yangi turmush qurgan bo'lsangiz va oilaviy tarkibni yangilayotgan bo'lsangiz. 3. qadam. Ma'lumotlarni qanday ro'yxatdan o'tkazish yangilash kerak? Onlayn portal orqali eng afzal yo'l. Agar sizda elektron imzo, e-imzo mavjud bo'lsa, o'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. U yerdan kommunal xizmatlar bo'limini toping va tegishli xizmatni tanlang. Masalan, elektr energiyasi bo'yicha ma'lumotlarni yangilash yoki gaz ta'minoti bo'yicha imtiyozlarni rasmiylashtirish. Ko'rsatmalarga amal qilib, barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib chiqing. Hujjatlarning skaner qilingan nusxalarini yuklash talab etilishi mumkin. Ochiq davlat xizmatlari markazlari DXM. Agar siz onlayn ro'yxatdan o'ta olmasangiz, yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlar bilan o'zingiz yashaydigan hududdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ularning xodimlari sizga yordam berishadi va ma'lumotlarni tizimga kiritishadi. Bu usul eng ishonchli va xatosiz hisoblanadi. Mahalla fuqarolar yig'inlari MFI, ba'zi hollarda ayniqsa keksa fuqarolar uchun MFIlar orqali ham ma'lumotlarni yig'ish va markazlashtirilgan tarzda tizimga kiritish amaliyoti joriy etilishi mumkin. O'zingizning mahallangiz raisidan bu borada aniq ma'lumotlarni so'rab oling. Mutlaqo hech kimga shaxsiy ma'lumotlaringizni ishonib topshirmang va pul evaziga ro'yxatdan o'tishni taklif qilgan har qanday shaxsga ishonmang. 4. qadam. Nimani yozish? Shaxsiy ma'lumotlar. Pasportdagi ma'lumotlar, F-ish, tug'ilgan sana, pasport seriya va raqamini aynan yozing. Har bir harf va raqamning to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Manzil ma'lumotlari.
yashash manzilingizni kadastr hujjatlaridagi kabi to'liq va aniq kiriting. Asosiy oila tarkibi, oilangizdagi har bir a'zoning FSA pasport ma'lumotlarini agar mavjud bo'lsa to'liq kiriting. Bu ayniqsa ijtimoiy normalar oila a'zolari soniga qarab belgilansa juda muhim. Hisoblagich ma'lumotlari, hisoblagichning seriya raqami va oxirgi ko'rsatkichini to'g'ri kiriting. Ba'zida hisoblagichga o'rnatilgan SIM karta raqami ham talab qilinishi mumkin. Imtiyoz ma'lumotlari. Agar sizda biron bir imtiyoz mavjud bo'lsa, uning turini va tasdiqlovchi hujjatning raqamini aniq ko'rsating. 5-qadam. Muddatlar va monitoring. Muddatlarga rioya qiling. Hukumat tomonidan belgilangan ro'yxatdan o'tish yoki ma'lumotlarni yangilash muddatlariga qat'iy rioya qiling. Agar videoni ko'rayotgan vaqtingizda muddat tugagan bo'lsa ham, baribir zudlik bilan harakat qiling. Kechikish har qanday harakatsizlikdan afzaldir. Holatni kuzatib boring. Ma'lumotlarni topshirganingizdan so'ng sizga murojaat raqami yoki xizmat ko'rsatish guvohnomasi beriladi. Shu raqam orqali o'z murojaatingizning holatini doimiy ravishda onlayn portallar yoki kol markazlar orqali kuzatib boring. 1-2 hafta ichida tizimda o'zgarishlar aks etishi kerak. Cheklar va hisobotlarni saqlang. Barcha to'lov cheklaringizni, tizimdan olingan hisobotlarni va murojaat qilinganligi haqidagi hujjatlarni saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tortishuvli vaziyatda sizning haq ekanligingizni isbotlashga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz do'stlar, bugun men siz bilan haqiqatan ham juda jiddiy va dolzarb mavzu haqida gaplashdim. Yangi kommunal to'lovlar tizimi va progressiv tariflar sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar siz belgilangan muddatlarda o'z ma'lumotlaringizni yangilamasangiz yoki tizimda ro'yxatdan o'tmasangiz, siz avtomatik ravishda eng yuqori tariflar bo'yicha to'lashga majbur bo'lasiz va mavjud imtiyozlaringizdan mahrum bo'lasiz. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki real xavfdir. Shuning uchun men sizdan yana bir bor iltimos qilaman. Bugun aytilgan ma'lumotlarga jiddiy e'tibor bering. O'z harakatlaringizni kechiktirmang. Zudlik bilan yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling. O'zingizning moliyaviy barqarorligingiz va oilangiz tinchligi uchun bu juda muhim. Ushbu video siz uchun foydali bo'lganiga ishonaman. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar, izohlar yoki o'z shaxsiy tajribangiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikrlaringiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz kelajakda ham siz uchun shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizga g'amxo'rlik qiling va faol bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha